Xitoylik olimlar plastilindan qo'lga og'iz shaklini suvenir qilib yasashni o'rgatishdi. Ushbu suvenirni bemalol uyingizni bir chetiga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Plastilinni esa O'zbekiston do'konlaridan topishingiz mumkin. Assalomu alaykum aka. Mashinaqa narsasi yana plastilingiz bormi? Muncha tez ko'rsatding, uka boshqatdan ko'rsat, ko'ra olmadim. Mashinaqa. Ha, uni burchakda turibdi. Rahmat aka, savob qo'yingiz. Agar buni yasab olsammi? Podaring yana. Nima qilyapsan? Ha, bobo, qo'limga og'iz yasayotganimda, nima edi? Ha, mehnat darsidan buyurdi. Ha, telefoningdagi rasm nimani rasmi? Ha, bu rasm emas, bobo, bu yozib olib-o'tku. Instagram, YouTube farqi yo'q. Liboy platformadan, liboy bitta yoqtirib qo'ygan videoning silkasini tashlasangiz, hech qanaqa reklamasiz o'sha videoni tars chiqarib beradi. Eng asosiysi, qo'shiqqa nomini yozsangiz ham qo'shiq ham chiqarib beradi bu bot, bobo. Ha, zo'r bot ekan-ku. Ani plastilini qaysi magazindan olding? Ha, anetdagi magazindan oldim, bobo. Ha, bo'pti, bo'laman. Bo'lam, yaxshimisan? Assalomu alaykum. Ha, nevaram olib ketgan plastilinni joyini aytib olmaysanmi? Ha, burchakdan aka. Rahmat, bo'lam. Tezroq bitsa edi bu. Ha, bobo, nima qilyapsiz? Ha, bo'lam, men ham shu senga o'xshab mana og'iz shaklini yasayotganimda, bo'lam. Ha, bobo, siz chap qo'lmisiz, o'ng qo'lmisiz? O'ng qo'lman, o'ng qo'l. Ha, og'iz shaklini qaysi qo'lingizga yasayapsiz? O'ng qo'limga yasadim. Ha! Nima? Turga qo'yxonang iflos. Xo'p, so'rarimda bobo, mayli, uzr.